Bu asnoda Ikkinchi dunyo urushi shiddat bilan davom qilyotdi. Bir tarafda Nazi Germanlar, yana bir tarafda Sovetlar, Amerika va Angliya ittifoqlash armiyasi. Hitlerning German armiyasiga qo'mondonlik qilib, har tarafda g'alaba qilishi butun dunyoni sarosimaga solgan. Dunyo nizomi ostin-ustun bo'layotgan bir payt edi. Biz tog'da Germanlarning Rossiyaning g'arbiy zminlarini ishg'ol qilib qistab kelganligi, Ruslarning tez suratda chekinayotganligi haqidagi xabarlarni anglab turatdik. Bir qatimliq cho'ng yig'ilishda Osmon Batur mundaq so'zladi. Bu kunlar biz uchun nihoyat halqiliq, hayot-mamotliq muhim kunlar. Vatanimizning kelajagi bir necha avloddan keyin qanday holda bo'lishi bizning bugun nimalarni qilishimizga bog'liq. Bizlarning bu tuproqlardagi kurashlarimizning tarixi uzun. Ahli salib xristianlarining kuch ko'rsatishi bilan Char Rossiyaning zamonimizga ko'z tikishi, Xitoylarning ulug' vatanimizga, bu qahramonlar diyori islom tuprog'i bo'lib kelgan aziz diyorimizga ishtay saqlab timsiqlashlari boshlangan yillardimi, shundaqla shuhratparast hokimbeklarning g'ofil va ittifoqsizligidan foydalanib, go'zal yurtimizga dushmanlar maynat oyoqlarini besib, parcha-parcha bo'lib talab ishg'ol qilishgan necha 10 yilning yaqimi bizning kurashlarimiz to'xtovsiz davom qilyapti. Qarindoshlarim, tog'lachilari, mening o'tmishdan jiq gap ochqim yo'q. Men faqat shuni ta'kidlamoqchi. Vatan tuproqlarining erkini hech kim bizga elib bermaydi. Mustaqillik qo'rg'ini faqat va faqat bizning yolg'iz o'zimizning mo'yinlarimiz ustida yuksaladi. Ruslar bizga yordam qilamiz deb yolg'on aytdi. Xitoylarmi avtonomiya, erkinlik shiorlari bilan xalqimizni g'aflatga qoldirib oldi. Stalin va o'tmishdagi charlarning bari yolg'onchi. Mana ko'ryapsizlar. Xalqimizni qilich va miltiqlar bilan bosh egdiryapti. 10 ming, 100 minglab dar maydoniga, turmalarga so'rab ilib ketyapti. Butun Turkiston oilalari qamg'oqdek to'zib ketdi. Bizning erkinlik jangchilari bo'lmish qo'mondonlarimiz ularning qo'liga tushib qolganda urush asirlariga qilinish kerak bo'lgan aqlli muomalani ko'rmadi. Ularni vahshiylarcha o'ltirganni oz deb, xalqning nazaridagi shon sharpini, nam obro'yini yer bilan yakson qildi. Halbuki ular aziz vatanimizning faxrli o'g'lonlari edi. Ular endi shahar yezdilardagi yangi naslni bulg'ab, ozg'un bir avlod yetishtirishga tirishyapti. Bu qilmishlarini oqartish, taraqqiyot degandek shiorlar bilan pardozlamoqda. Ruslarning butun dunyodagi izlagan xalqlarning erkinligi uchun Hitler Germaniyasi qarshi urush qilishi nima degan kulkilik-a? Halbuki xalqlarning erkinligini yulib ilayotgani dal o'zi tursa. Xitoylarmi Yaponiyaga qarshi dal shunday shior ostida urushmoqda. Bir-birlari bilan usishgan buqidek telkishyapti. Eng ichinishli bo'lgani Kavkaz va boshqa G'arbiy Turkiston jumhuriyatlaridan kelgan musulmonlar chavandozlardan tashkillangan bir cho'ng qo'shin Ruslarning Germanlarga qarshi urushiga yordamda bo'lyapti. Qahramon qarindoshlarim, biz vatanimizning mustaqilligi uchun urush qilyapmiz. Dushmanga qarshi g'azab nafratimiz aniq. Mayli u dushman qanday suratda oldimizga chiqsin, muqaddas dinimiz islomni, parlaq madaniyat miroslarimizni qo'g'dash bizning burchimiz. Hozir Ruslarning obro'yi bir tiyim bo'lyapti. Sharq tarafdagi frontda mag'lubiyatga uchrag'achqa Germanlar Moskvaga kiray deb qoldi. Xitoylarning Yaponiyaga qarshi oltimi undan battar. Biz hozir menayotgan bu yo'l Alloh rizosi uchun jihad qilish yo'lidir. Biz butun kuchimiz bilan dushmanni terpiran qilish uchun otlanishimiz lozim. Hurriyatimiz o'z qo'limizga o'tganda, ondan hammaydan do'stona muomalada bo'lsaqmi kechikmaymiz. Vatan tuproqlariga yotlarning oyog'ini bosqizmaymiz. Bizning boshqalarning yer zaminida ko'zimiz yo'q. Mol boyliqlar ko'milib yotgan bu munbat zaminimiz o'zimizdan bo'lishi kerak. Alloh bizni o'z erkimiz bilan yaratdi-ku. Mustaqil vatani bo'lish bizga yarashmasmi acaba? Ruslar bizning partizanlarcha zarbalarimizdan alsirgan edi. Shunga g'aljallashib, begunoh xalqdan texmo qattiq intiqom olyapti. Shunlashqa hozir bizning oldimizda umumiyizlik cho'ng jangga atlanmoqdan boshqa tanlash yo'q. Jangchilarning takbir sadolaridan tog'lar larzik keldi. Bir necha kundan keyin top-top bo'lib yo'lga chiqdik. Ruslar vahimaga tushib chekinishga boshladi. Bizning Urumchiga yetib kelishimizga bir qancha kilometrlik qolgan edi. Bu chaqda Sovetlar asosiy kuchini Stalingraddagi German qo'shiniga qarshi turish uchun yo'tkab ketgan bo'lib, xalqimiz Sharqiy Turkistondagi qoldiq rus kuchlariga qaqshatqich zarbalar yog'dirish natijasida ularmi G'arbiy Turkistonga qadar chekinishga majbur bo'ldi. Ruslarning chekinishi nurg'un sirlarni yo'riqlikka chiqardi. Ruslar tashlab ketgan arxivlardan ma'lum bo'lishicha, yiltizining qurib yo'qolgan oilalarning hisobi yo'q bo'lib, Rus o'lim lagerlariga qamalganlarning soni 300 mingdan ortiq edi.
Ruslar tarmar bo'lgandan keyin u o'lim lagerlaridan qochib qutulganlar o'zlari uchragan vahshiy qiyin-qistoqlarni so'zlab berdi. Ular suratlab bergan manzarni tasavvur qilishmi odamning tinini shirkindirib o'tadi. Şehit bo'lganlarning oilalari ularning meyitlariga erisholmabdi. Chunki ruslar odamning aqli yetmaydigan usullar bilan bu jasadlarni yo'q qilishar ekan. Zaharlik gazga to'lib ketgan bir azgalda tasodiban ikki jasad uchrab qoldi. Keyin bu jasadlarning Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisi Xo'janiyoz Hoji va qo'mondonlardan Qozoq general Sharifxon To'rining ekanligini bildik. Ruslarning odam qiynash markazi bo'lgan istixborot idorasi, ya'ni JX organining binosi bir qitimliq qattiq yomg'irda o'rilib tushgan bo'lib, binoning xarobasi ostidan 3000 kishining jasad iskeletlari topildi. Asli bu binoning osti vatan yigitlarini qamaydigan turum ekan. Bu pek maxfiy turum bo'lg'achqa, bino o'rilib tushganda ularni qutqizgan odam bo'lmaganlikdan shu yerda qapsilib qilib o'lib ketishgan ekan. Türkiston xalqi har tarafdan kelib bu mislsiz dahshatga shohid bo'ldi. Cho'lponning ko'zlaridan yoshlar to'xtamaydi. Ular qandoq ichinishsiz qoldi o'lib ketgan-a? Mustafa, men o'ylashtimmi qo'rqyapman. Bu bek ichinishli oqibat emasmi? Qop-qorong'u zindon, hech kimdan javob kelmagan yolvurishlar, ochliq, suvsizlik, badallarini tilib turgan qamchilar. Ularning orasidan xotin bolalarini xiyol qilayotganlar, suygan qizni eslayotganlar bor bo'lg'iydi. Dunyoda mushundaq ig'ir zulm bo'lamdi. O ruslarga Allohning la'nati bo'lsin. Ular bizni nima qilsin deydi? Agar Stalin ularning e'tiqod qilganidek haqiqiy jannatdan xush xabar berguchi bo'lsa, mushundaq vahshiyliklarni qilarmidi? Bundaq inson qalbidan chiqqan kishilardan qandoqmi yaxshilik o'tkul bo'ladi? Qara, quchoqlashib qaytib qolgan jasadlarga bir-birini chin quchoqlagan holda jon uzibdi. Tugilib o'ltirib qolganlarga qara. Qattiq to'nlab ketgan bo'lsa kerak. Ularning mushundaq qiyin ahvollarda Allohga yelinib madad tilaganligiga ishinaman. Bular vatanimizning tog' daryolarida erkin qiyg'itib yurgan vatan avlodlari emasmidi? Mushundaq ichinishsiz qoldi o'lib ketsa qandoq bo'ladi? Peskashlarga Allohning la'nati bo'lsin. Men uning qo'lini tutib turib, inson o'lib ketgandan keyin hech narsani tuymaydi. O'zingni bundoq azoblama, dedim uni tinchlantirish uchun. Biz azoblanmay kim azoblansin? Azoblanishimiz lozim. Shundoq bo'lganda qalbimizda butun zolimlarga qarshi o'chmas nafrat shakllanadi. Qadrlikim, biz hamma yerda qo'g'lab yo'qotyapmiz o ablahlarni. Cho'lpon yeshini surtib o'tib, Mustafa, men sizlar bilan safarni davom qila olmaydigan bo'ldim, dedi. Nimishqa? Bo'yimda qolgandek qiladi. Yomg'ir va oftobning dastidan pari-pari bo'lib ketgan iskeletlardan burilib, cho'lponning tatirib ketgan chiroyiga qaradim-da, uning qulqiga pichillab, "Emisa, agar Alloh bizga bir o'g'il ato qilib qolsa, ismini Xo'janiyoz qo'yayli", dedim. Cho'lpon mayuskin kulimsirab qo'ydi. Uni biz turayotgan uyga olib qo'ydim. "Men kelar hafta yo'lga chiqaman. Safarimiz Eli va Oltay tarafga. Vatanimizning tabiiy boyliqlari mo'l bo'lgan bu ikki yurtni ruslarning qo'lidan qaytarib olishimiz lozim." Qanliq jang davom qilyotdi. Ruslar har tarafga pitirashga boshladi. Bir qitim xili ko'p komandirlar yig'ilgan bir uchrashishda Osmon Botir bizdan Shingsayning nima ishlarni qilayotganidan xabaringlar bormi? deb so'radi. Hammaylar uning og'ziga qarab, nima deydikin deb kutib turishdik. Osmon Botir tamkinlik bilan Ruslarni tutqul turibdi, dedi. Qandoqsiga? Hammamizning ayronlikdan og'zimiz ichilib qoldi. Siyosiy manfaat o'yini. Lekin ular do'st edi-ku. Shingsayni o'z vaqtida ruslar yo'lab turg'izgan emasmidi? Shundoq, ruslar uningdan foydalanish, uning qo'li bilan vatanimizni alqonlarga kirgizib olish uchun uni yo'lab qo'rchoq rais qilib tiklagan edi. Shingsay endi Gomindanning kattibishi, Jangjishi bilan aloqa o'rnatib, uning quchqiga o'zini yetibdi. Shingsayning ruslardan bezdar bo'lgani sir bo'lmasa-mu, ko'pincha rus mutaxassis va maslahatchilar germanlar bilan bo'lgan jang sababli Turkistondan ketgandan keyinla ularning bo'yin turqidan to'liq qutulgan edi.
Qep qalğanlarımı Osman Batur'ның əzmətləri başlagan partizanlarca jangdan qaçıb qoya qalğandan keyin Şingsay fursatni g'animat bilib, bu yerda yashayotgan Rus millatidan bo'lgan har kimni tutishga boshlab, Jiang Jiexidan bizga qarshi yordam talab qilib elchivatgan edi. Şingsay maydoni yo'q bir edi. Kimda foyda bo'lsa, shuning taqsisini ko'taradi. Ruslarni mag'lub qildik deb tursak, endi Xitoydan keladigan tajovuzchi qo'shinga qarshi jangga tayyorlik qilishimiz lozim bo'layotdi. Qo'mondonlarimiz ammo uqtirish chiqarib, qurol tutolig'idek hamma kishining Xitoy o'g'ri chashqonlarini vatanimizning qo'g'lash jangiga qatnashishga safarbar qildi. Ondan Osman Batur Şingsayga ultimatum avatib, uningga vatanimizdan chiqib ketishga muhlat belgilab berdi va bu muddat ichida chiqib ketmasa, oqibatining halokat bo'lganligini uqtirdi. Şingsay puti ko'ygan tug'idek bir joyda tura olmayli qolgan edi. Qo'shinimiz uni muhosiraga elib olgan bo'lib, o'z qarindishi Shing Shichini bosh qilib Jiang Jiexiga avatgan o'makdan texicha xabar kelmagan edi. Turkiston xalqi o'z shon sharafini asliga keltirib, ar nomusini qo'g'laydigan bu jangga jinini tikib atlangan bo'lib, Allohu akbar sadolari ufuqlarni larzaga solatdi. Mana 3-chi qatim uchrashib qoldik, Mustafa Hazrat. Burilib qaradim. Oldimda oxiratlik do'stim Mansur Durg'u turibdi. Ah, qadrlik do'stim Mansur, ajab o'zgarib ketibsan. Sochlaring qirov tushibdi, yuzlaringga quyruqlar iz tashlabdi. Uning sol bilkining midirlamaganligini, miltiqini o'ng qo'li bilan ko'tarib olganligini ko'rdim. Sig'inish bilan chin quchoqladim. Ondan azroq dojib, uningga qaytadan sepsilishga boshladim. Ikki mangzi xilil yadagan, sochlari tushib, shalanglashib ketgan bo'lsa-mu, oq aralashgan soqollari kajlarcha o'sib turgan edi. Ko'zlarida liqqa demayslik. Qandaroq turding, Mansur? O'rislarni yangdiq. Kulib ketdim. Bu hammamizga ayon bir haqiqat edi. Demak, ochiq gap qilmayotdi. Tağliq ayolim shahid ketdi. O'rislar bir ziyofatda uni xuddi bir qo'yni bo'g'izgandek bo'g'izib o'tdi. Xuddi go'shxo'r hayvonlardek oralarida bo'lishib uni. Ayolim ichinish nolib faryod qilib, ularning qo'llaridan qutulish uchun yulqinatdi. Yiritquch hayvonlar janida biladi marhamat qilishni. Lekin o'rislar bilmaydi ekan. Mening turmidan qochqinim har tarafga yeyildi. Koshki qochmagan bo'lsam, istixborot binosi ostidan chiqqan ashu shahidlardan biri bo'lib qolgan bo'lsam, esit, nemish qadamsan? Meni tutish buyrug'i chiqarib tutolmagandan keyin ayol qariyash demay butun oilamni qo'lga oldi. Hozir nima dedimsan? Men afsuski ular ketib qoldi. Ko'zlarida yosh lig'irlab davom qildi. Hech kimga zulm qilmaydigan zotning yoniga ketdi. Yeshini surtib turib yana. Meni hozir u ketib qolganlardan baxtli deb o'ylamsan? Dedi. Uning qo'lini tutdim va "Mayli do'stim, cho'lpansini saqlayotgan" dedim. Unutib qilishga boshlagan ko'ni hikoyani eslagandek bo'lib, men qarab turib qoldi. Cho'lpan dedingmi? Ha, ayolim. Ayoling, mumkin emas. Sen biletding-ku. Kulib ketdim va men bilan birga bir necha favqulodda harakatlarga qatnashdi, dedim. Yenimizda yardar bir muxbir o'tirgan ekan. Men burilib qarab, "Siz Mustafa Murat Hazrat bo'lamsiz?" deb so'radi. Ha. Muxbir xushal kulib ketib, "Sizlar ikkinglar haqida Urumchi, Altay, Kashgar, Qomul hamma yerda varoqchilar tarqalib yuradi. Nima mazmunda? Siz va cho'lpanni tirik yoki o'lik tutqanlarga ko'p miqdorda oltin beramiz degan uqtirishlarchi. Demak, Mustafa Hazrat sizkansizda. Sizning hikoyangiz jazman bak yaxshi gazet xabari bo'ladi." Qaqahlab kulib ketib, muxbirga mo'ran ishorat qildim. Birinchi darajalik sharaf ordeni. Shundoq birodar, Osman Baturdan. U oltinlar Shingshisaydin. Ajoyib jahonda bu. To'lin oy sutdek nurini atrofga sahiylarcha sepib turgan oydin kecha. Mansur Durg'u bilan o'ltiratdik. U past ovozda so'zlashga boshladi. Beg o'lib ketdi, o'ltirildi deb o'ylayman. To'rlar, baglar hammasi yo'q qilindi. Yoki eng past holga tushirib qo'yildi. Oilasi, xotin bolalari taraf-tarafga chechilib ketdi. Dunyo oyig'i uzilmas voqealar bilan davolg'ib turadi ekan. Bizning peshonimizga umr bo'yi jangchi bo'lish bitilgan o'xshaydi. Mansur, Alloh yo'lida jang qilishdimi sharafli ish bormi deysa adash? Bilaman, lekin ba'zida nafsim g'olib kelib qoladi. Go'zal kunlarni, g'uborsiz bolaligimni, oilamni, yap-yeshil yayloqlarni, quyosh parlab chiqqan saharlarni, baxtga to'lgan dunyoni eslab qolaman. Nemishqa bularning hammasi yo'q bo'ldi?
saodat daryosiga cho'milish uchun cho'qim mushaqqat cho'lini kesib o'tish kerakmi? Mana bizmi zafar qozonyapmiz. Lekin baxt saodat nada? Ba'zida qalbimni mushundoq o'ylar qaplab oladi. Ma'zur ko'rgin. Lekin odam bolasi bo'lgandan keyin mushundoq his qilib qolgan chog'larimi bo'ladi ekan. Ayolim nimishqa o'ldi? Yashangan dadamning gunohi nima edi? Onamning, singlimning, urug' tuqqanlarimning ko'zlaridan yoshlar qurib ketdi-ku. Ko'rganlarning menga so'zlab berishlaricha, oilamdagilar bir necha oyatni pichirlab degudek o'qiy olibdi. Dadam bo'lsa jaranglik qilib oyatul kursini o'qigan ekan, u jallatlar kulib ketishibdi. Nimaga kulishidi ular Mustafa? Cho'lpon bilan ko'rishkim kelyotdi. Uningdan bir so'rab boqay. Bu vahshiy hayvonlar bilan qandoq yashapti? Qandoq bilan o'ltirib qopib, yeb ichib yuribdi? Ular insonmikan? Mansur Durg'uning o'zining va oilasining boshiga kelgan musibatlar yuzasidan bakli tugishib ketganligini his qildim. Pat-pat esik kelib qolgan qayg'uliq damlari uni motamdor oldiga qaytarib qo'yatdi-da, aqlidan adashgandek bo'lib qolatdi. Mo'risini do'stlari tutib turib, "Allohga ishonamsan?" dedim. Albatta, dedi va ko'zlaridan yoshlar taramlab qo'yilishga boshladi. ularga biror musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning igdorchiligidamiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi.